Shu oyda ayrim ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan bir martalik pul beriladi. Joriy dekabr oyida isitish mavsumi munosabati bilan reyestrlarga kiritilgan oilalarga, reyestrlarga kiritilmagan, biroq kambag'allik tushish xavfi mavjud bo'lgan ayrim oilalarga mahalla yettiligining xulosasiga asosan 1 million so'mdan pul beriladi. Yuqoridagi qaror talabi bo'yicha mazkur bir martalik yordam pullari asosan noyabr oyida tarqatilishi belgilangan, biroq qarordagi yana bir qoidaga ko'ra noyabr oyida to'lov ro'yxatlari kiritilib, biroq o'z vaqtida olinmay qolgan bir martalik moddiy yordam pullari dekabr oyida to'lab berilishi nazarda tutilgan. Demak, yuqorida ko'rsatilgan toifadagi oilalar orasida agar noyabr oyida to'lov ro'yxatlariga kiritilib, biroq 1 million so'mlik yordam pulini olmaganlar bo'lsa, ular ushbu dekabr oyida o'sha yordam pullari to'lab berilishi kerak deyiladi xabarda.